Assalomu alaykum. Hurmatli tinglovchilar. Men ko'payish tizimiga doir ikkinchi bo'lim haqida fikr yuritmoqchiman. Qurilgan yangi oilani ko'payishiga doir eng muhim talabi nafaqa yoshiga yetguncha davr, hayot kechirish davri boshlanib, eng asosiy talab qiz va yigitlarni dunyoga keltirib, ularni moddiy va ma'naviy ta'minlab bu sohada er va xotin burchliligini hamma tushunadi. Bu davrda orzu-havaslar bir kam dunyoni to'ldirish yo'lida turli yengil janjallar bo'lib turishi tabiiy hol. Buni insonlar boshlaridan o'tkazaverib, er xotinni urishi, doka ro'molni qurishi degan so'zni topganlar. Ammo ajralishga olib bormasligi uchun ikki jinsdan biri yon berib, bir gapdan qolib, xo'p so'zini qo'llasalar olam guliston, oilada tinchlik barqaror bo'lishi ayni haqiqatligi. Ayollar turmush o'rtoqlariga yoqmay qolishingizga sababchi sergapligingiz sababligini biling. Hurmatli erkaklar, xotinlarga yoqmay qolishingizni sabab ayolingizni chiroyli, yoqimli, go'zalliklarini doimo eslab turmay tumtayib yurishingiz sababligi. Har kuni ishga ketishda va ishdan qaytgach peshonasidan o'pib qo'ymaslik sababi bo'lishini ham eslatmoqchiman. Hayolingizni bola tarbiyasi, ro'zg'orni kamini to'ldirishga qaratib, xotirangizdan turli bemaza ayollar makridan saqlasangiz, hamma ayolning 32 ta tishi bor, talablari bir. Chindan chidab yashashingiz, ko'z ochib ko'rgan ayolingizni qadrini hayotingiz uchun omili qarilik davrida yetib borish qarishdagina juda baxtli yashashingizni eslatmoqchiman. Ayrim erkaklar sevib olgan go'zal ayoli bir necha farzandlari ustiga pullari ko'paygach 2-3 xotin oladilar. Bir boyni 4 ta xotini bor. Nega xotin ko'paytirding desam, bittasini otam olib bergan, qolganlarni o'zim olganman deydi. Har qanday rashk xotinlarni dushmanga aylantirishini ham eslatmoqchiman. Albatta, ko'z ochib ko'rgan otangiz olib bergan hayotida siznigina tanigan ayolchalik mehrini turmushga ko'rib ajralgan ayollardan topa olmaysiz. Bu boy nafaqa yoshiga otasi olib bergan chin do'st xotinidan yorug' dunyodan ajralgach nihoyatda afsuslanib yashamoqda ekanligini eslatmoqchiman. Men undan hozirgi hayotini so'rasam, ey birodar, xotinni qadrini qariganda bilar ekansiz. Men ayolim bilan yorug' dunyoda jannatda yashab yurganimni endi tushunib yetdim. Ammo kech bo'ldi-da, deydi. Hurmatli erkaklar, shu 4 ta xotinga qilgan ishlarni bittasiga qilishni odatlanishingizni ham eslatmoqchiman. 4 tagacha xotin olish zamon talabi bo'lib, urushlar sabab erlarning nobud bo'lishi hisobiga, beva ayollarning ko'payishi hisobiga kelib chiqqan bo'lib,
hech qanday hujjatsiz shariat peshvosini guvohlari ishtirokida Allohning guvohligida o'qigan og'zaki nikohga ishonib amalga oshirilgan. Ko'p xotinlik Allohning farzi emas. Alloh odam atoga bitta momo havonigina lozim topganligini hamma biladi. Davlat qonuniga asosan ham bitta xotindan boshqasi noqonuniy ekanligini ham eslatmoqchiman. Hurmatli birodarlar, ko'payish tizimini 3-bo'limi kekchalik davri haqida keyingi eshittirishlarda ma'lumot bersam. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar. Studiyamga a'zo bo'lishni unutmang.